Bu narsa Xorazmda bir bizada bor. Boshqa yerdan aniq topdingiz bu narsa. Xorazmda o'zgacha novorot etilgan Spark'ni ko'rsataman sizlarga, bratlar, ko'ring. Salonga bir qarab berasiz. Malibu bar qo'yib berganmiz, Malibu rul qo'yib berganmiz, tez monitor deflektorlari bilan ko'ring, bratning mashina idealni chiqdi, olov bo'lib chiqdi. Qarang, bratning mashinasidan mehrni beradi ekanlar. İşin narsasi qolmasin dedi, bratning mashina podkrilnikni ham ustanovka qilib qo'yapmiz. Bilasiz, Spark mashinalari ham podkrilnik kerak. Bu nima qiladi? Orqalarini ochilib yotishini ko'rdingmi? Mashina yili yangi eslatma o'rnida zanglamaydi deydilar. Bu narsa menimcha zang bo'lsa kerak. Zaynab ham ketadi, ish yo'llaridan suv kirib ketadi, salonni parokni suvdan, changdan dolib turadi, u narsa ish yo'ldan suv kiradi. Xudo xolasa, Arian tomonidan qo'yib berganmiz. Ko'rsatib bergan tomonni. Polni ham yerini yapadi, ochiq yeri qolmaydi, o'zida suv ushamaydi, keramika material. Yani rezinkalari polni yopildi. Germetiklab ideallatib qo'yib berdik bratning mashinasidan. Sparkingiz bo'ladigan bo'lsa, shu narsani qo'ydirishni maslahat beraman. Zo'r narsa, sifatli pulni arzuydigan narsa, bratlar. Bu videoni srochli Sparkchalarga tashlab qo'yasiz. Bu narsa Xorazmda bir bizada bor. Agar boshqa yerdan topadigan bo'lsangiz, shu videoni yana kommentariyada aytib ketinglar.